nonlari bo'ladi. Bu nonda ichiga achchiq solib ham qilinadi, achchiqsiz ham qilinadi. Juda ham xushbo'y, xushtam, yesangiz og'zingizda erib ketadigan nonlar. Nargisi nonimiz Angrenni noni bo'ladi. Angrenni nonlari ham juda ham chiroyli, juda ham sifatli. Yeganda nima deydi? Bahri ochiladi. Xorazm nonlari bor. Men nonlarini ko'rgansiz, juda ham yumshoq, juda ham chiroyli, juda ham sifatli bo'ladi mana shu nonlarimiz. Bu qatir non ekan, Xorazmda qatir non ekan. Bu sutga qilinadi. Nima deydi? Sovib qolganda ham buni xohlagancha qancha oylab tursa ham buni tanovul qilganingizda hech qachon o'zini sifatini yo'qotmaydi. Qancha qotib tursa, qatir non deganligining sababi shuki, mazasi chiqaveradi. Kelinglar mana shu nonlardan bahramand bo'lamiz. Rahmat. Marhamat, mana shu nonlarni sindirib bering mana shu bolajonlarimizga. Sindiringlar mana shu Xorazmning nonlarini, Farg'onaning nonlarini sindirib beringlar, shu bolajonlarimiz tanovul qilsinlar. Marhamat opajon. Endi mana shu chiroyli nonlarimizni nima deydi? Shoirlarimiz ham o'zini she'rlarida mat etganlar. Hozir sizlarga non nashidasi degan qo'shig'imizni ijro qilib beramiz. Marhamat. Tinglab. Aziz qilib sindirib ber, ta'mini tat o'zing. Aziz qilib sindirib ber, ta'mini tat